Barchaga Kanadadan salom. Keling bugun ushbu videomizni boshqacharoq formatda tashkil qilamiz, ya'ni har doimgidek oldindan tayyorlangan ssenariyalar bo'yicha emas, balki shunchaki siz bilan birga-bir yuzma-yuz muloqot tarzida amalga oshiramiz va ushbu videoda asosan qaysi mavzularga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda oxirgi paytlarda bo'layotgan global mavzu, ya'ni surish kerakmi yoki shart emasmi, vatanda qolgan balkim yaxshidir. Immigratsiya qilish umuman olganda sizga to'g'ri keladimi yoki buni amalga oshirish kerak emasmi, yoki keyingi mavzularimizdan bo'ladi. Kanadaga borish shartmi? Boshqa rivojlangan davlatlar ham bor. Aynan nima uchun Kanada bo'lishi kerak? Va bundan tashqari shunday qiziq mavzular bo'ladi. Kanadaga kelayotgan yurtdoshlarimiz hammasi ham o'zini yo'lini topib ketyaptimi yoki qora ishchi bo'lib qolib ketyaptimi? Mana shu mavzu ham dolzarb. Va hozirgi kundagi Kanadani viza berish siyosati, kelish usullari va aynan natija berayotgan yo'llar to'g'risida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Ismim Alimardon, oldin ham ko'p aytib o'tganman videolarimda. Hozirgi kunda Kanadaning shimolidagi Yukon degan provinsiya bor. Aynan o'sha provinsiyada oilam bilan yashayapman va bu yerda imigratsion advokatga assistent bo'lib ishlab kelmoqdaman. Umuman olganda, o'zim haqimda qisqacha aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda demak yuridik sohada demak ta'lim oldik. Undan tashqari adliya sohasida demak ish tajriba amalga oshirdik. Adliya, moliya sohalarida demak 7 yildan oshiq ish tajribam bor va Kanadaga immigratsiya qilish menda uzoq yo'l bilan kechgan, ya'ni birinchi navbatda student viza bilan Kanadaga kelib, shu yerda o'qishni tugatib, ishlab qolib va keyin provinsial dastur bo'yicha aynan doimiy yashovchi maqomiga hujjat topshirganman va bugungi kunda aynan mana shu bosib o'tgan yo'llarim borasida ko'plab yurtdoshlarimizga yordam berib kelyapmiz va natijalarimiz bor. Albatta tekshirib ko'ring. Mana qoldiramiz video ostida Instagram, YouTube, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham faol tarzda targ'ib qilamiz. O'zbekistonlik yurtdoshlarimizni Kanadaga olib kelishda ko'plab natijalarni qilganmiz. Kanadaga aynan nima uchun kelganim to'g'risida to'xtalib o'tirmayman, chunki bu juda ham uzoq tarix. Ya'ni aynan nima uchun Kanadaga kelganim, qanday kelganim va bunga nima sabab bo'lganligi borasida oldin ham ko'p gapirganman. Demak, hozirgi asosiy mavzumiz bu o'zimon siz, ya'ni sizning holatingiz bo'yicha surish kerakmi? Ya'ni mamlakatni o'zgartirish kerakmi yashash uchun degan masala. Va bir narsa jiddiy masala aytib o'tishim kerakki, immigratsiya bu juda ham jiddiy qaror. Aynan boshqa mamlakatga borib, u yerda yashash, oila bilan, farzandlar bilan va kelajakni o'sha davlatda qurish bu birdaniga qilinadigan qaror emas. Buning uchun anchagina o'ylash kerak, o'ziga yarasha ijobiy va salbiy taraflarni ham hisobga olish kerak. Chunki keyinchalik bu qarordan afsuslanmaslik uchun va shuning uchun ham bu yo'lni bosib o'tgan va shu yo'lda tajribaga ega bo'lgan, barcha qiyinchiliklarni boshdan kechirganlarni fikrlarini ko'proq eshitish kerak deb o'ylayman. Savolni o'zingizga berishingiz kerak. Immigratsiya qilish men uchun hozir kerakmi yoki umuman olganda kerakmi yoki yo'qmi? Balkim yurtimizda, ya'ni O'zbekistonda o'zimni kelajagimni, karyeramni quraman degan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni farzandlarim, oilamni aynan O'zbekistonda demak yashashini xohlayman desangiz, balkim sizga immigratsiya umuman shart ham emasdir. Lekin ba'zi bir omillar bor. Aynan nima uchun immigratsiya qilishadi insonlar? Mana shu mavzular, ya'ni ba'zi mavzular og'riqli, ba'zi mavzular esa bu shunchaki insonning shaxsiy ambitsiyalaridan kelib chiqadi va aynan shular sababli ham surish kerakmi degan savolda hisobga olish kerak bo'lgan ba'zi omillar bor. Surish kerak degan qarorga kelayotganlarni eng ko'p o'ylantiruvchi sabablardan biri bu albatta ekologiya. So'nggi paytlarda butun dunyo bo'ylab yuz berayotgan ba'zi bir ekologik vaziyatlar, ya'ni iqlimning global isishi, natijada iqlim global isigandan keyin o'z-o'zidan suv muammosi yuzaga keladi. Bundan tashqari havoni isib ketishi, ya'ni umuman olganda jazirama issiq, misol uchun yozni yarim yillab davom etishi yoki chidab bo'lmaydigan darajada issiq bo'lishi bu insonni misol uchun konditsionerlarga muhtoj qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni bilamiz, konditsionerlar insonning sog'lig'iga albatta zarar, o'pkani, suyaklarni quritadi va hokazo. Tabiiy issiqlik, ya'ni aytaylik 20-30 yil oldingi O'zbekistondagi o'sha issiqlik hozir unaqa emas, albatta buni bilasiz, chunki hozir iqlim global isiyapti, bitta bizdagi muammo emas. Bu butun o'sha ekvatorga yaqin bo'lgan, umuman olganda
issiq mamlakatlarning muammosi, ya'ni tobora shunaqa vaziyat yuzaga kelyaptiki, dunyo bo'ylab iqlim emigrantlari paydo bo'lyapti. Ya'ni iqlim ko'chmanchilari deb atalyapti. Ular o'ziga mos iqlimni, ya'ni iliq iqlimni izlab boshqa davlatlarga, uzoq o'sha shimoliy davlatlarga ko'chish jarayonini boshlashgan. Ayniqsa buni kuzatishimiz mumkin. Ziyodli qatlam, ya'ni ekologiya bo'yicha ma'lum bilimga ega bo'lgan insonlar yoki misol uchun badavlat insonlar ham kelajagini o'ylab, farzandlar kelajagini o'ylab, iqlimi iliqroq bo'lgan davlatlarga ko'chishi odat tusiga kirdi va bunda misol uchun Shimoliy Yevropa davlatlari, Finlandiya, Norvegiya, Daniya, Shvetsiya kabi davlatlar asosiy yetakchi o'rinni egallaydi, lekin bular orasida Kanada ham bor. Kanadani ham chunki iqlimi mana ko'p savol berishadi. Kanada juda ham sovuq davlat, u yerda faqat qish, faqat qor yog'adi deyshadi, lekin aslida mana shu iqlim global isishi natijasida Kanadani ham ob-havosi borgan sari iliqlashib, demak, hattoki yozda issiqlashib bormoqda. Ba'zi bir hududlari bor, janub hududlari, u yerda havo harorati hech qachon 30 dan past emas yozda. Va bu 30 xuddiki 35 haroratni beradi insonga. Chunki bilamiz, dengizga yaqin hududlarda demak, namlik yuqori bo'ladi va issiqlik ham shunga yarasha seziladi insonga. Lekin biroz shimollarga yuradigan bo'lsangiz, u yerda yoz juda ham odamga xush yoqadi, sababi 30 gradus atrofida namlik emas, quruq havo va bu insonni aynan Kanadaga borishiga, dunyodagi ko'plab insonlarning Kanadaga borishiga ma'lum bir sabab bo'layotgan omillardan biridir. Ekologiya mavzusida gapirganda albatta inobatga olish kerak havoni sifati, ya'ni olayotgan nafasingiz qanchalik musaffo ekanligi, qurilishlar yoki turli xil zavodlar yoki noto'g'ri rejalashtirish oqibatida ekologiyani havo sifati ko'plab davlatlarda, ko'plab shaharlarda borgan sari yildan yilga tushib bormoqda va undagi mayda zararlar o'pkaga zarar keltiradi. Niqobsiz yurish zararli bo'lib qolmoqda. Hattoki ayniqsa bu yosh bolalar, go'daklarda tezroq ko'rinadi va ularda seziladi. Shuning uchun ham toza havo kerak bo'lgan insonlar aynan Kanadaga ko'chishni o'zini asosiy maqsadlaridan biri qilib qo'yishmoqda. Bilamizki, ba'zi bir Xitoyda shaharlari bor, u yerda zavodlar juda ham ko'p va lekin zavodning egasi xitoylik milliarderlar bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'z farzandlarini, o'zini oilasini Kanadaga yuborishadi, chunki ulardan mablag' bor, yetarlicha summasi bor va o'zlari biznesni Xitoyda amalga oshirsa ham, lekin yashashni aynan Kanadada amalga oshirishmoqda. Keyingi asosiy sabablardan biri, har qanday davlat, har qanday millat bo'lmasin, u yerda aholini orasida shunday bir sabab borki, bu albatta o'z yashab turgan muhitni o'zgarishni xohlaydigan omillardan biri, ya'ni ishdagi stresslar. Ya'ni ish hajmini haddan tashqari ko'pligi yoki stress hajmi yuqori ekanligi bilinadi. Masalan, Yaponiya, Xitoy, Koreya kabi juda ham mehnatkash davlatlar fuqarolari ham, misol uchun, u yerlar sharoitlar yaxshi, lekin ular ham Kanadaga kelishni xohlashadi. Buni asos sababi bu yerdagi relax muhit, ya'ni juda ham sokin hayot tarzini ular ko'proq yaxshi ko'rishadi. Ya'ni ish vaqti cheklangan, aytaylik soat 9 dan 5 gacha ishlab turib, ishdan keyin bemalol oilasiga vaqt ajratishni hamma ham xohlaydi. Ya'ni turli xil majlisbozliklarda qolib ketmaslikni xohlaydi odam. Shanba, yakshanba kunlari demak ishga chiqmaslikni xohlaydi. Bayram kunlari ham ishga chiqmaslikni, oilasi bilan sayohatlarga, demak, pikniklarga chiqishni xohlaydi. Bunday holatda albatta o'sha ish muhiti stress bo'lgan ofisda ishlaydigan xodimlar ham aynan Kanadani tanlashadi. Bu nafaqat boshqa davlatlarda, o'zimizda O'zbekistonda ham yurtdoshlarimiz Kanadaga ketishga harakat qilishga asosiy motivatsiyasidan biri ham mana shulardan biri. Yana bitta sabab borki, bu uni aytgan bo'lardik qisqacha nom bilan agressiya. Ya'ni agressiya nima? Demak, agarda inson o'zini hayotidan qoniqmasa, atrofda muammolar ko'p bo'lsa, atrofda o'ziga o'xshagan hayotdan qoniqmayotgan baxtsiz insonlarni ko'rsa, demak, bir-biridan rang oladi inson va unda agressiya darajasi oshib ketadi. Ya'ni hamma narsadan norozi bo'ladi. Hattoki buni ko'rish mumkin. Ko'cha-ko'yda bir-biriga salom bermaslik, kulib qaramaslik,
yoki bo'lmasam oddiy avtomobil boshqarganda yo'l bermaslik, signal chalish, navbatda turish madaniyatini bilmaslik. Bular hammasi nimadan kelib chiqadi? Bu qaysidir xalqning madaniyatidan emas, meni fikrimcha. Bu narsa albatta o'sha yerdagi muhitdan, ya'ni turli xil ijtimoiy, iqtisodiy masalalar, muammolar yig'ilib aynan shu narsada aks etadi va so'nggi yillarda shunaqa holat bo'lyapti. Ba'zi bir yurtdoshlarimiz ziyoli qatlam Kanadaga kelishga harakatni boshlashgan va suhbatlarda gaplashamiz. Kanadaga kelish bo'yicha konsultatsiyalarimiz bor. Aynan konsultatsiyaga yozilishadi va o'shanda ularning asosiy sabablardan biri aytib qoladiki, xalqda agressiya kuchaymoqda. Ya'ni xalq o'zini hayotidan norozi, qanaqadir alamzada va o'shaning uchun ham bir-biriga yo'l bermaydi, bir-birini ayamaydi. Xullas, mana shu narsalardan odamlar biroz zerikkan va shuning uchun ham o'zining hayotini o'zgartirmoqchi va aynan mana shu masalada ham agressiyaning kuchliligi odamlarni immigratsiya qilishga chorlamoqda. Chunki Kanada va boshqa rivojlangan g'arb davlatlarida shunaqa narsa borki, bularda hayot sifati yaxshi bo'lgani uchun, ya'ni iqtisodiy masalalarda bularda muammolar kamligi uchun, ijtimoiy muammolar davlat xalqi bergani uchun bularda umuman olganda agressiya darajasi pastroq, ya'ni relaks holatda, sokin, boshqalarni hurmat qilib, ularga kerak bo'lsa yo'l berib, tanimasa ham salom berib, ko'cha-ko'yda kulib qarash bizga o'xshagan davlatlardan kelib masalan tushganingizda birinchi marta buni ko'rib hayron qolasiz. Men o'zim ham hayron qolganman, ya'ni nimaga bu odam meni tanimaydi, lekin kulib qarayapti yoki nimaga salom beryapti, nimaga bu ular shunchalik baxtli degan narsa juda ko'p o'ylantirgan va keyinchalik tushunib yetdiki, bular hammasi iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilinganligidan kelib chiqar ekan. Shuningdek, Kanadaga kelaman deydigan insonni, nafaqat Kanada, boshqa rivojlangan davlatga ko'chib boraman deydigan insonni birinchi navbatdagi yana bir vazifalardan biri o'z farzandlarini kelajagini ta'minlashni xohlashadi. Nimaga? Chunki farzandlarning kelajagi ularning emas, ta'limiga, xavfsizligiga, tibbiyotiga, oziq-ovqat sifatiga, mana shu narsalarga borib taqaladi baribir. Va insonlar o'sha rivojlanmagan 3-davlatlar deb aytaylik, o'sha davlatlarning fuqarolari buni his qilyaptiki, agar farzandimni yaxshi oliy ta'lim dargohida sifatli o'qitaman desam yoki uni sport bilan shug'ullanishi uchun sharoit yaratib bermoqchi bo'lsam, sog'lig'ini holatini o'ylasam, demak dori-darmon, tibbiyot, umuman olganda iste'mol qilayotgan oziq-ovqat sifati, mana shu narsalarni hisobga oladigan bo'lsam, demak men borayotgan davlatimni to'g'ri tanlashim kerak degan fikr bor bunday toifadagi insonlarda va albatta bu haqli. Sababi Kanada va boshqa rivojlangan davlatlardagi ta'lim sifatini ko'pchilik bilsa kerak. Baribir har bir narsada o'qitish uslubida yoki bo'lmasam materiallar hammasi bo'yicha bu ilmiy asoslangan. Ya'ni shunchaki tajriba tariqasida joriy qilinmagan va oddiy maktab ta'limi, bog'cha ta'limidan tortib universitet ta'limigacha hammasi rejalashtirilgan va aynan mana shu ham ko'plab immigrantlarni rivojlangan davlatlarga surish kerak degan bir g'oya bilan yashashga undamoqda. Va albatta unutmasligimiz kerak, bu asosiy omillardan yana biri moliyaviy, demak, maqsadlarga borib taqaladi. Rivojlanmagan 3-davlat fuqarolari u yerda misol uchun topayotgan mablag'i, daromadi uni barcha ehtiyojlariga yetmasligi mumkin. To'g'ri, albatta o'ziga to'q boy qatlam har bir davlatda bor, rivojlanmagan davlatlarda ham bor. Ularda bu bo'yicha muammo yo'q. Ularning muammosi yuqorida aytib o'tgan boshqa muammolar, lekin o'rta qatlam o'zini demak ma'lum bir ishiga ega, mutaxassislikka ega bo'lgan insonlarni topayotgan summasi uni barcha ishlarni rejalashtirishiga, barcha masalalarni amalga oshirishiga yetmayapti. Masalan, aytaylik, oddiy oylikka ishlaydigan inson yilda 2 marta chet elga sayohatga chiqib kelishga qizg'anishi mumkin mablag'ini. To'g'ri, rivojlanish bo'layapti oxirgi paytlar baribir, lekin insonlar o'z mablag'larini boshqa maqsadlarda ishlatishni, yig'ib qo'yishni afzal ko'radi. Ya'ni uy-joy qilaman, to'y qilaman deb umuman hali aniq bo'lmagan kelajakdagi mavhum rejalarga pul yig'ish
va yetkazolmayotgani hisobidan ham pul yig'ishga, o'zidan tejashga majbur bo'ladi va rivojlangan davlatlarda esa topayotgan summasi o'rtacha ish haqiga yashasa ham yuqorida aytib o'tgan masalalarga yetishi ehtimoli yuqori va albatta biron bir tadbirkorlik boshlasa, biznes boshlasa, kichik biznes bo'lishi mumkin. Aynan o'sha o'zini sohasi bo'yicha biznesdan topayotgan daromadi buni boshqa maqsadlariga ham tezroq yetishiga sababchi bo'ladi. Va bu moliyaviy faktorlar nafaqat biznesda, balkim o'z sohasida mutaxassis bo'lgan odamning qadri baland ekanligi, ya'ni o'zini demak mehnatiga yarasha yaxshi haq to'lanishi, bu albatta yaxshi mutaxassisni, o'z qadriga boradigan mutaxassisni chet davlatlarga borishga undamoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'p, agarda men immigratsiya qilishga qaror qilsam, boshqa davlatga ketishga qaror qilsam, nimaga Kanada bo'lishi shartmi? Boshqa davlatlar ham borku degan savol ko'p bo'ladi. Ha, albatta Kanada bo'lishi shart emas, chunki Kanadaning ham o'ziga yarasha plyuslari va o'ziga yarasha minuslari bor. Bu haqda oldingi videolarimizda ham aytib o'tdik. Va keling shunga to'xtalamiz. Kanadaga kelishdan asosiy maqsadlardan biri ba'zi insonlar uchun birinchi navbatda sokinlik va tinchlik, ya'ni xotirjamlik. Aytib o'tganimdek, o'zini bo'sh vaqtini o'ziga sarflay olish va albatta tabiat qo'ynida, ekologiya, musaffo, toza havoda o'zini demak miyasini, ongini xotirjam qilish, turli xil har xil turli o'y-xayollardan xalos bo'lish va stressdan uzoq yurish, demak o'rtacha bo'lsa ham ma'lum bir ishga ega bo'lib topayotgan daromadi o'ziga yetishi, aynan shuni xohlaydiganlarni ham Kanada o'ziga jalb etadi va bunda boshqa sabablar ham bor. Ulardan misol uchun aytib o'tishimiz mumkin. Kimdir o'ziga erkinlik xohlaydi, ya'ni qilayotgan ishida erkinlik bo'lishi yoki qilayotgan biznesida hech kim aralashmasligi va o'zini g'oyasini, o'zini fikrlarini amalga oshirishda hech kim to'siq bo'lmasligi, ya'ni agar u zarar keltiruvchi fikrlar bo'lmasa, qo'llab-quvvatlanishi va imkoniyatlar berilishi, ya'ni tenglik, tanish bilish bo'lmasligi. Biron bir narsa amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, hech qanday tanish bilish, siz o'zingizni kuchingiz bilan, o'zingizni harakatingiz bilan amalga oshirish, bu demak aynan Kanadaga kelishga ko'proq undaydi. O'zini sohasida karyera qilmoqchi bo'lganlar, ya'ni ma'lum toifadagi mutaxassislar, farqi yo'q, injener bo'ladimi, vrach bo'ladimi yoki IT mutaxassisi bo'ladimi, farqi yo'q, u o'zini sohasida yuqori karyeraga ega bo'lish, ya'ni katta kompaniyalarda ishlash yoki o'zini kompaniyasini tuzish kabi karyeradagi maqsadlarga ega bo'lgan insonlar ham ko'proq okean ortiga, ya'ni yo Amerika yoki Kanadaga borishga harakat qilishadi. Endi Amerikaga borish imkonini topa olmayotgan bo'lsa, demak, o'z kuchi bilan kelishi mumkin bo'lgan davlatlardan biri bu albatta Kanada, chunki yillardan beri green cardda o'ynab, faqatgina shu mo'jizaga, omadga ishonib yurganlar ham bor albatta, 10 yillab kerak bo'lsa. Va chunki bu sizga bog'liq bo'lmagan holat, o'zingizning qo'lingizda emas, immigratsiya qilish mumkin emas. Amerikaga unaqa programmasi yo'q, lekin Kanadaga kelish uchun immigratsiya imkoniyatlari bor va o'z qo'lida. O'sha oilani o'zini qo'lida, ya'ni aytaylik, erkak kishi yoki ayol kishi kimdir masalan til o'rganish orqali ham immigratsiya qilib ketishi mumkin, ya'ni shunda baribir hamma narsa o'zini qo'lida bo'lyapti va shuning uchun ham bu yerda o'zini karyerasini okean ortida qurmoqchi bo'lganlarga aynan Kanada ma'qulroq bo'lib tuyulmoqda, chunki keyinchalik ham agar Amerika orzusi bo'lsa, Kanada pasportini qo'lga kiritgandan so'ng Amerikaga o'tish imkoniyatlari ham ochiladi va shu o'rinda pasport masalasi bo'yicha ham to'xtalmoqchi edim. Kanada pasportini olish bu ham bir ko'pchilik uchun maqsad, reja, balkim orzu bo'lishi ham mumkin. Xo'p, nima uchun aynan Kanada pasporti kerak? Nima uchun unga intilishmoqda? Oddiy misol, biron bir davlatga chiqmoqchisiz sayohatga. Mayli u Yevropa bo'lsin, mayli u Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari bo'lsin, Yaponiya, Koreya va hokazo sharq mamlakatlari sizdan viza talab qilishadi. Ya'ni rivojlanmagan mamlakatga yashayotgan bo'lsangiz, albatta viza so'rashadi, chunki borib qolib ketmasligingiz uchun ham albatta viza kerak. Lekin Kanada pasporti bilan demak 180 dan ortiq mamlakatga vizasiz kirish mumkinligi bu narsa ko'pchilikni o'ziga demak qiziqtiradi. Kanada pasportini yana bir afzalligi shundaki, siz bu pasport bilan qaysi davlatga borsangiz ham, har qanday davlatga borsangiz ham, oddiy misol shu aeroportdan tushganingizdan so'ng pasport kontrolda pasportni taqdim qilganingizda, Kanada fuqarosi ekanligingizni, sizga bo'lgan munosabat
tan olamizmi yo'qmi o'zgaradi. Ya'ni boshqacha munosabatda qarashadi. Ya'ni hurmat ma'nosida. Chunki pasportning kuchi bor. Nafaqat kuchi, Kanada iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlat deyishdan tashqari, Kanada bu dunyoning har qanday mamlakatidagi insonning orzusi va o'zgacha hurmat bilan qarashadi. Chunki Kanada dunyoda hech qanaqa har xil nizolarga, harbiy mojarolarga, urushlarga aralashmasligi bilan o'zini obro'siga ega, tinchlikparvar, demak, bag'ri keng mamlakat sifatida hurmatga ega. Mana shu narsa ham Kanada pasporti egasi uchun boshqa davlatlar fuqarolari tomonidan havas bilan qaraladi va aynan mana shu narsa ham kim uchundir havas, kim uchundir maqsad Kanada pasportini olish. Va albatta Kanada pasportini olish imkonsiz, ilojsiz emas. To'g'ri, u pasportni olish uchun uzoq yo'lni bosib o'tish kerak, ya'ni birinchi navbatda Kanadaga kelish kerak. Agar immigratsiya qilib kelsangiz, 3 yildan so'ng, agar siz bu yerda o'qib, ishlab qolib, keyin immigratsiya qilsangiz, doimiy yashovchi bo'lganingizdan so'ng 2 yildan so'ng bu narsani egasi bo'lishingiz mumkin. Agarda sizni farzandingiz Kanadada tug'ilsa, bu yana ham plus. Kanada hududida tug'ilgani uchun zamin huquqi asosida bu farzandga avtomatik ravishda 1 oy ichida siz Kanada pasportini olasiz. Mana shu narsalar ko'pchilikni qiziqtirmoqda va shu o'rinda aytib o'tib ketay, oxirgi o'zgarishlar, yangiliklardan biri bu Kanadadagi o'sha ikkita partiya bor, liberallar va konservatorlar. Shu konservatorlar tomonidan taklif qilinyapti. Mana shu yerda Kanada hududida tug'ilgan istalgan insonga, hattoki noqonuniy bo'lsa ham yoki vaqtincha viza egasi bo'lsa ham, bolasiga, ya'ni bolaga avtomatik ravishda pasport berishni bas qilaylik. Chunki bu juda ham xuddiki bir biznesga o'xshab ketdi. Ya'ni kimdir turvizer bilan kelib turib, bolasini shu yerda dunyoga keltirib, buni pasportini olib, keyin qaytib ketyapti va kelajakda bola Kanada fuqarosi sifatida bemalol kirib kelyapti bu yerga. Shu narsani bas qilaylik. Bu narsa faqatgina ota-onasidan biri doimiy yashovchi bo'lsa yoki fuqaro bo'lsagina bola tug'ilsa pasportni berak degan taklif berishdi, lekin bu shunchaki taklif. Bu liberallar tomonidan ma'qullanmayapti. Ya'ni ularning fikricha, bolaning huquqi bor. Agar bola mana shu yerda tug'ildimi, demak u avtomatik ravishda kindik qon to'kildimi bu yerda, demak bu mana shu yerning farzandi, bu yerning fuqarosi degan umumiy qoidadan kelib chiqib, bu takliflar hozircha inobatga olinmayapti, lekin hali beri inobatga olinmasa kerak. Misol AQShda shunaqa masalalar ko'tarildi, muammolar bo'lyapti, sudlashishyapti, ya'ni hattoki noqonuniy immigrant, umuman hujjatga ega bo'lmagan immigrant bolasi ham tug'ilsa pasport berish amaliyoti bor edi. Mana o'sha narsani AQShda to'xtatish masalalari ko'rib chiqilyapti. Kanada ham shu taklif qilyapti, lekin afsuski va yaxshi hamki bu narsa amalga oshish ehtimoli ancha yiroq. Bu degani Kanada hududida tug'ilgan farzandlar albatta avtomatik ravishda pasportni olishyapti. Xabaringiz bor, yuqorida aytib o'tdim. Immigratsiya sohasida ishlaymiz va bu borada aynan hujjat masalalarida yordam qilamiz va bizga Telegram orqali kuniga yuzlab murojaat keladi. Ya'ni aksariyati endi yurtdoshlarimizdan ular misol O'zbekistonning hududidan 80% inson yozadigan bo'lsa, qolgan 20% boshqa davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar aynan Kanadaga borishga qiziqish bildirishadi va qanday borish usullarini bizdan so'rashadi. Biz albatta tashlab beramiz qo'llanmalarni, amaliy yordam beramiz. Viza masalasida, maslahat masalasida, barcha masalalarda va bitta masala oxirgi paytlar ko'p ko'tarilmoqda. Mana shu so'nggi oylarda kuniga kamida 10 ta inson yozadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbek yurtdoshimiz bizga bog'lanadi. Ularning savoli shunaqaki, Meksika orqali kelgan yoki noqonuniy statusdaman, qanday qilib Kanadaga o'tib ketsam bo'ladi? Chunki bu yerda Tramp ma'muriyati tomonidan juda qattiq tozalash bo'lyapti. Immigrantlarga qarshi ov boshlangan. Ya'ni noqonuniy immigrantni olib borib deportatsiya qilish yoki demak saqlash zonasiga kiritib o'sha yerda saqlash, huquqlarini cheklash kabi ishlar amalga oshirilyapti. Shunga o'zimizda xavotirdamiz kelajagimizda va qanday qilib biz Kanadaga o'tib ketsak bo'ladi degan savol bilan murojaat qilishyapti. Afsuski bu juda ham og'riqli masala, chunki qonuniy tarafdan buni iloji deyarli yo'q. Sababi noqonuniy kelgan inson, albatta Amerikaga kelgan inson u yerdan boshpana so'ragan va u yerdan qochoq maqomi bo'yicha prosesni boshlagan bo'ladi va Kanada va AQSh o'rtasida shunaqa kelishuv borki, qaysidir inson noqonuniy ravishda kelib boshpana so'rasa, uni keysi faqatgina
birinchi kelgan da'vatlar ko'rib chiqiladi deyiladi. Ya'ni AQShga kelgan bo'lsa, demak AQShda ko'rib chiqilishi kerak sudda. Endi sud qachon bo'ladi? 2 yildami, 3 yildami, 5 yildami bu narsa aniq emas. Chunki nihoyatda ko'p odam kirib kelgandan sudlarda ish hajmi nihoyatda kuchli, ko'p va bular ungacha o'zini xavfsiz his qilmayapti va Kanadaga o'tib olish masalasi so'raydi. Afsuski biz bu masalada shug'ullanmaymiz, yordam bermaymiz, chunki biz bu noqonuniy masalalarga aralasha olmaymiz. Lekin maslahat berdik. Faqatgina bitta yo'li bu o'sha insonni yaqin tug'ishgani, ya'ni aka opa singilisi Kanadada bo'lsagina u bu yerga o'tib boshpana so'rashi mumkin. Aks holda unda imkoniyatlar qolmaydi. Faqatgina o'sha yana noqonuniy ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelib qoladi va nimaga aynan Kanadaga o'tmoqchi? Chunki Kanadada immigrantlarga bo'lgan munosabat hattoki noqonuniy bo'lsa ham yaxshiroq bo'lgani uchun, ya'ni ta'qib qilinmasligi, deportatsiyada juda qattiq emasligi, insonparvarlik kuchliroq ekanligi, immigrantlarga bo'lgan bag'rikenglik borligi uchun ham aynan ular Kanadaga o'tishni xohlashadi. Va nafaqat Amerikadan noqonuniy bo'lganlar, balkim qonuniy statusdagi insonlarimiz bor, yurtdoshlarimiz bor. Masalan, student viza bilan kelgan, o'qishni tugatgan, amallab tugatgan, orada dastavka qilgan, pul topgan, boshqa qilgan. Lekin o'qish tugatgandan keyin qolib ketishni xohlaydi. Lekin qolib ketish ilojini topa olmaydi. Sababi yana o'sha o'zgarish Tramp tomonidan joriy qilinayotgan o'sha agarda kimdir o'qishni tugatib qolib ketmoqchi bo'lsa, biron bir kompaniyaga ishga kirib, unda o'sha inson uchun kompaniya yillik $100,000 summani to'lab qo'yish kerakligi davlatga bu katta muammoni keltirib chiqaradi. Chunki o'sha xodim uchun $100,000 yillik to'lovni qilishga har bir kompaniya ham jur'at qilavermaydi. O'zi shundoq ham cheklangan H1B vizalari bo'ladi, ya'ni o'qishni tugatgandan so'ng qolib ketish bo'yicha AQShda. Va bu degani studentlar ham qolib ketish uchun imkoniyatlar deyarli yopildi. To'liq yopildi desak ham bo'ladi. Natijada majbur bo'lishyapti. Turli xil usullar bilan, ya'ni nikoh orqali yoki vizani cho'zib faqat student bo'lib yashayverish masalalari bo'yicha muammoga duch kelishadi va ko'plab studentlar Kanadaga o'tish masalasini o'ylab ko'rishyapti va bizga telefon qilinadi, bog'laniladi, suhbatga yozilishadi. Qanday qilib endi Kanadaga o'tsam bo'ladi? Va albatta uni yo'l qonuniy bo'lsa, u inson uni o'tish yo'llarida yordam bera olamiz, lekin AQShda ekanligi uni doimiy AQShda qolib ketish imkoniyatini cheklayotgani uchun ham Kanadaga harakat qilmoqchi. Lekin Kanadada aksincha bu yaxshi. Ya'ni agar student bilan kelgan bo'lsa, qolib ketish imkoniyatlari bor. Ochib qo'yilgan hamma programmalar nafaqat student bo'lib, balkim immigratsiya qilib kelish uchun to'g'ridan-to'g'ri imkoniyatlar bor. Bu yerda nachalar qilyapmiz. Aynan fransuz tilini o'rganish bo'yicha u haqida gapirib o'taman keyinchalik. Va mana shu masalalarda demak AQShdan ko'ra Kanadani ustun ko'rishyapti immigratsiya masalasi bo'yicha va Yevropada, misol uchun, rivojlangan Germaniya davlatida, Angliyani o'zida ham, misol uchun, u taraflarda ham muammolar, iqtisodiy masalalar yoki doimiy yashash huquqini olish kabi muammolar borligi uchun ham u yerda ham bizga ko'plab murojaatlar keladi. Qanday qilib Kanadaga borsak bo'ladi degan masala. Angliyaning muammosi demak iqtisodiy emas, u yerdagi dokument masalasida muammo. Qolib ketish masalasi juda qiyin, xuddi AQShga o'xshab, shuning uchun ham Kanadaga o'tishga qilishadi. Yoki Germaniyada til muammolari yoki iqtisodiy masalalar bo'yicha va hujjat masalasi bo'yicha yoki o'tdagi misol uchun singib keta olmaslik muhitga, ya'ni haqiqiy nemis bo'lib keta olmaysiz hech qachon, chunki Germaniya nemislar uchun har qanday Yevropa, Fransiya bo'ladimi, Italiya, Ispaniya bo'ladimi, baribir o'zi uchun. U yerda millatchilik baribir aytilmasa ham yuqori darajada nisbatan. Kanada esa turli xil millatlarni o'zi jamlagani uchun bu yerda qisqacha aytganda hamma mehmon, hamma qo'pol aytganda kelganda natijada hamma bitta qozonda va millatchilikni ko'ra olmaysiz. Chunki millatchilikning o'zi yo'q, chunki bu yerda mahalliy aholining o'zi yo'q. Bor bo'lgan taqdirda ham ular o'zini mahalliy aholimiz deb atashmaydi, sababi oq tanli aholi ham qachondir Yevropadan immigratsiya qilib kelgan, ota-bobasi, ya'ni Amerika va Kanadadagi barcha oq tanlilar bular o'zini migrant deb hisoblaydi. Ya'ni shu yerda tug'ilgan bo'lsa ham ota-bobasi baribir bu yerlik emas, irland bo'lishi mumkin, shotland bo'lishi mumkin, fransuz va hokazo, german. Va immigratsiya masalasida aynan o'sha Yevropa davlatlaridan bu yerga kelmoqchi bo'lganlar asosiy maqsadi ham millatchilikka barham berish, ya'ni bu yerdagi millatchilik yo'qligi uchun ham Kanadani ma'qul ko'rish boshlangan. Albatta O'zbekistondan juda ham ko'p yurtdoshlarimiz Kanadaga borish istagidagi yurtdoshlarimiz, chunki ko'ryapti, eshityapti, yonidagi yaqini
o'rtog'i, do'sti, qarindoshi, qo'shnisi farqi yo'q. Kimdir Kanadaga ketyapti va joylashib qolgandan so'ng ularda ham havas uyg'ongan. Yoki o'sha insonlar O'zbekistonliklarda Amerikaga borish orzusi amalga oshmayotgani uchun ham hech bo'lmasa shu Kanadaga o'tib olsam edi degan niyat bilan qiziqish bildirib bizga murojaat qilishadi va albatta hammaga ham to'g'ri kelavermaydi, hammani ham o'zini potensiali bor. Biz albatta bu insonlarni ba'zi bir savollarimiz bor, ro'yxatimiz, shular bilan aniqlashtiramiz va unga qaysi usul to'g'ri kelishini tavsiya qilamiz va o'sha usulda harakat qilishini maslahat beramiz. Agarda biron bir natija qilishi ko'zimiz yetsa, biz taklif qilamiz mana shu usulda harakat qilishingizni deb va shuning uchun ham bizga Telegram orqali bog'lanishadi. Bog'lanish usullarini qoldirdim YouTube o'sha havolada pastida va bizga bog'lansangiz o'zingizni holatingiz bo'yicha balkim biron bir yo'l-yo'riq tavsiyani ko'rib chiqarmiz. Bundan tashqari yana bir savol bor. Kanadaga borganlar yoki qaysi davlatga borsa ham o'zbekistonliklar hammasi qora ishchimi, ya'ni gastrobaytermi degan savol berishadi. Yaxshi savol. Ya'ni chet elga bordingizmi, hamma narsani noldan boshlashingiz bu fakt. Ya'ni hech kim sizni darrov ko'tarib biron bir kresloga qo'yib qo'ymaydi. Albatta noldan boshlanadi, lekin qora ishchi bo'lib qolib ketish yoki qora ishchilikni biroz boshda bo'yniga olib shuni amalga oshirib keyin chiqib ketish bu boshqa masalalar. Ya'ni aytaylik, yangi kelgan insonlar boshida hamma narsani noldan boshlashi bu fakt, bu hech qanaqa sir emas. Hattoki masalan green card bilan Amerikaga kelsangiz ham yoki doimiy yashovchi bo'lib Kanadaga kelsangiz ham siz birinchi ishni o'zingizni sohangizdan emas, shunga yaqin bo'lgan sohadan boshlashingiz mumkin. Kerak bo'lsa taksi haydashingiz mumkin, dostavka qilishingiz mumkin, kerak bo'lsa qora ishda, qurilishda ishlashingiz mumkin, lekin magazinda sotuvchi bo'lib, lekin sekin moslashib shu yerda havosini olib, agar til darajangiz yuqori bo'lsa, aytaylik 1 oy, 3 oy ichida siz o'zingizga yaqin sohaga malaka oshirib yoki o'zingiz sohangiz tilini yaxshi bilsangiz o'tib ketishingiz imkoniyati bor. Chunki shunaqa davlatlarki bular erkinlik bor, imkoniyat bor. Hech qachon siz qolib ketishingiz shart emas qora ishchi bo'lib. Agar rivojlanmasangiz, til bilmasangiz, to'g'ri, siz qora ishchi bo'lib qolib ketishingiz mumkin, lekin harakat qilsangiz albatta yo'lingizni topasiz. Mana shu masalada yaqinda bir loyiha boshladik. O'zbekistonliklar Kanadada kelib o'zini yo'lini topgan turli sohalarda, hukumatda, bank sohasida, tibbiyotda, muhandislikda va hokazo sohalar, ITda, hokazo sohalarda o'zini yo'lini topganlari, demak, jamlab, to'plab ularni ma'lumotlarini, demak, LinkedIn sahifalarini to'pladik va boshqalarga motivatsiya bo'lishi uchun Telegram kanalimizda bu narsani e'lon qilishni rejalashtiryapmiz va e'lon qilamiz tez orada. Balkim siz videoni ko'rganingizda e'lon qilib bo'lgan ham bo'larmiz. Telegram kanalimizga o'tish havolasini qoldiraman. Ular bosib o'tgan yo'llar, o'qigan joylar, qilgan ishlar hammasi batafsil o'sha PDF ma'lumotnomamizda bo'ladi va biz yana bir loyiha boshladik. Bunda Kanadaga kelib yo'lini topgan insonlar bilan shaxsan suhbat o'tkazish, intervyu o'tkazish, ularni taklif qilib, mayli onlayn tarzda bo'lsin, muloqot Zoomda bo'lishi mumkin, yozib olib ularni demak kanalga joylashtirish masalasini o'ylab turibmiz va buni amalga oshirish arafasidamiz. Agarda mana shu video chiqqandan keyin biz u loyihani amalga oshirgan bo'lsak, albatta uni havolasini ham demak pastda qoldiramiz. Yangi kanal ochib, o'sha kanalda demak faqat suhbatlar bo'ladi. O'sha insonlarni bosib o'tgan yo'llarni tanishib olamiz va o'sha masalalarda tavsiya qilamiz videolarni ko'rib chiqishni. Agar kanalga qiziqishingiz bo'lsa, o'zi arziydimi yo'qmi, shundan keyin xulosaga kelishingiz mumkin. Oxirgi paytlarda YouTube'da balkim ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, ba'zi bir ruslar, ukrainlar, o'sha umuman olganda Eslangan davlatlarning fuqarolari Kanadadan nolish, shikoyat qilish, qaytib ketish kabi videolar bilan ko'proq mashhurlikka erishyapti. Ya'ni shunaqa videolarni prosmotrlari ham ko'payyapti va nima demoqchiman? Albatta Kanada jannat emas. Ularga hech kim va'da qilmagan jannat bo'lishini. Ular qadriga bormagandir balkim, yoki negativ izlagan inson har doim negativ topadi. Pozitiv izlagan inson pozitiv topib o'zini hayotini reklama qilib maqtanishni yomon ko'rishi mumkin, tinchgina yashayotgan bo'lishi mumkin, yoki negativ izlayotgan inson balkim prosmotrlar sonini oshirish uchun yoki ichidagi alamini chiqarish uchun ham shunaqa videolar chiqarishi mumkin. Ya'ni bitta videoga qarab butun xalqning hayotiga baho berish kerak emas. Ko'rish kerak. Albatta plyuslarni ham, minuslarni ham ko'rish kerak, lekin muammolar albatta bor. Muammo qayerda yo'q hozirgi kunda?
ayniqsa oxirgi yillarda bo'layotgan iqtisodiy muammo dunyo bo'yicha bu yashash narxlarining oshishi hamma joyda shunaqa. Hech qayerda arzon emas yashash narxi. O'zbekistonda ham, Kanadada ham, AQShda ham hech qayerda arzon emas. Bu narsa yaqqol seziladi oxirgi paytlarda. Natijada uy-joy narxlari oshishi misol yaqqol ko'z tashlanadi va inson shunaqa bo'lishi kerak-ku, psixologiya kamroq sarflashni emas, ko'proq pul topishni o'ylasa, shunaqa mindsetda yashasa, balkim hayot yaxshilanar. Ya'ni kam topyapman deb emas, yashash qimmatlashib ketyapti deb emas, kam topyapman deb o'ylash kerak. Ko'proq pul topishim kerak va nima qilsam, qanday o'zim mahoratlarimni shakllantirsam, ko'proq daromad qilishim mumkin degan fikrda yashagan bo'lsa, demak bu muammoni bartaraf qilish mumkin va bu narsa mana shunaqa g'arb davlatlarida, rivojlangan davlatlarda amalga oshirish nisbatan osonroq. Ya'ni mehnatingizga yarasha albatta natijasini ko'p olasiz. Bir narsani ko'p kuzatamiz. Umuman olganda biz yordam bergan vizasiga, ya'ni doimiy yashash maqomini olgan oilalar hayotini kuzatamiz, ya'ni ular bilan muloqotda bo'lib turamiz. Shunda ular bilan muloqot qilsak, ularda ko'pincha o'zini hayotidan qoniqish, ya'ni hayotimiz yaxshi tarafga o'zgardi, ijobiy topish-tutishimiz ko'paydi, bolalarimiz xursand, quvnoq va hokazo. Ya'ni faqat ijobiy taraflarni eshitamiz. Toza havo topdik yoki bo'lmasam tinchligimizni topdik degan gaplarni eshitamiz. Ya'ni ular hayoti kelishi bilanoq yaxshi izga tushib ketadi. Chunki ularda doimiy yashash hujjati bilan kelganligi uchun ularda hujjat qilish, viza cho'zish degan muammo yo'q. Ularda demak doimiy yashash huquqi bor, kelishdi. Demak faqat ularning muammosi ko'proq pul topish, karyera qilish, o'zini hayotini yo'lga qo'yish. Lekin studentlar orasida bo'lib turadi, boshda kelganda ham o'qishni, ham ishni bir vaqtda olib borish kerak. Bu albatta o'zgarishi bosimni keltiradi. Tirikchilik qilish kerak, kontrakt to'lash kerak va albatta hujjat qilishga, doimiy yashash hujjatiga harakatlanish kerak. Ya'ni ko'p masalalar bosim berishi mumkin va shuning uchun ham eng qiyin yo'lni bosib o'tadiganlar albatta bular studentlar deb aytgan bo'lardim. Studentlar Kanadaga kelganda uzoq yo'lni bosib o'tishadi. Chidagani albatta eplab, o'qish tugatib, ishlab va doimiy yashashga yetib boradi. Chidamagani o'qish tashlab yuborishi mumkin, pulga berilib ketishi mumkin, nelegal bo'lib ketishi mumkin, qaytib ketishi mumkin. Bu insonning xarakteridan kelib chiqadi. Lekin tilni yaxshi biladigan, harakatchan bo'lgan inson, mehnatdan qochmaydigan inson student bo'lib kelsa ham albatta yo'lini topadi. Buni agar foizlarga ko'radigan bo'lsak, taxminan 40% student, umuman olganda O'zbekistondan kelgan studentlar o'zini yo'lini yaxshi topib ketgan, qolgan 60% qiynalishadi o'qishda, tirikchilikda. Chunki harakat qilish kerak albatta, lekin insonlar juda ham ko'p narsa kutib olishadi o'zidan va ko'p narsa kutgani oqibatida demak arosatda qolishim mumkin. Nima qilishim kerak? O'qishim kerakmi, pul topishim kerakmi va hokazo. Va siz ham o'zingizga savol bering, agarda student viza bilan kelmoqchi bo'lsangiz, agar uylanmagan yoki turmushga chiqmagan bo'lsangiz, siz qaysi toifadagi insonsiz? Ya'ni eplab ketaman deb hisoblaysizmi o'zingizni? O'zingizga ishonasizmi yoki siz ham oson yo'l tanlab, o'qish tashlab yuborish yoki qaytib ketish yoki pulga berilib ketishni xohlaysizmi? Ya'ni shu narsaga ruhan tayyorlanib kelish kerak. Ya'ni odam o'zini oldindan bilishi kerak, qanday qiyinchiliklar kutayotganligini. Ya'ni bu haqda ochiq oldin aytish kerak. Turli xil konsaltinglar faqat quyuq va'dani berib, student vizaga topshirib juda ko'p O'zbekistonga yuborgan. Lekin ular kelsaki, hayot boshqacha, qiyinchiliklar bor va bu narsaga tayyor bo'lmaganlarda muammolar kuzatilgan. Va oldindan tayyor bo'lib kelgan insonlar esa albatta o'zini yo'lini topgan, chunki ular ko'p narsa kutmagan, lekin kutgandan ziyodasiga erishgani uchun ular ko'proq o'zini baxtli his qiladi. Hech kim keliboq birdaniga muvaffaqiyatga erishmaydi, albatta hamma narsaga vaqt ketadi. Sekin astalik bilan bosqichma-bosqich hammasiga albatta erishsa bo'ladi. Ya'ni yo'lni oxiri bor, bu oxiri yo'q yo'l emas. Agar qonuniy ravishda o'zingizni statusingizni ushlab tursangiz va harakat qilsangiz, albatta bir kun emas, bir kun o'sha student bo'lib kelib ham doimiy yashash maqomiga erishishingiz mumkin. Lekin doimiy yashash maqomi bilan kelsangiz, bu albatta nur ustiga a'lo nur. Mana shu masalada ham demak mavzumiz bilan ketyapti. Kanadaga kelishni hozirgi kundagi yo'llariga qisqacha to'xtalib ketaman, juda uzoq emas. Birinchisi demak doimiy yashash huquqi bilan kelish. Uni faqat bitta yo'l ishlayapti hozirgi kunda. Bu ham bo'lsa fransuz tilini o'rgansagina, ya'ni fransuz tilini ma'lum darajada o'rgangandan so'ng, albatta faqat til o'rganish emas, boshqa talablari ham bor. Bizga bog'lansangiz tushuntiramiz talablarni va o'sha talablarni bajarish, fransuz tilini o'rganish, dokument qilish, hujjat qilish, shu masalalar hammasini bosib o'tganingizdan so'ng siz demak doimiy yashash huquqini qo'lga kiritasiz va bu siz uchun
juda ham qimmatli hujjat. Chunki hali student bo'lib yurganlar, o'qishda yoki ishlab yurganlar, bular bunday insonlarga havas bilan qarashadi, chunki ularda erkinlik bor. Xohlasa o'qisin, xohlasa ishlasin, xohlasa bir vaqt ikkalasini amalga oshirsin. Aynan bularda yaxshi huquq bor. Va bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Provinsial dasturlar deyishyapti. Mana oxirgi paytlarda ko'p so'rashadi. Provinsial dasturlar bu, unutmang shu narsani, hozirgi kunda to'xtab qolgan, ya'ni pauzada. Ya'ni chet eldan turib, qaysidir provinsiyaga immigratsiya qilib borish, bu prosta shunchaki qog'ozdagi gap bo'lib qolib ketgan. Ya'ni amalda o'sha provinsiyalardagi dasturlar yopildimi? Yo'q, yopilmadi, ochiq, lekin ichkaridagilarni olyaptilar. Ko'p aytaman, student bo'lib keldingiz, o'qish tugatdingiz, siz doim yashashga huquqingiz yo'q. Lekin siz o'sha provinsiyaga ko'chib borsangiz, siz fransuz tilini o'rganmasdan turib ham o'sha provinsiyada doim yashash huquqini ola olasiz. Chunki u yerda, misol uchun, ish bor. O'sha ishni, demak, o'sha ishda ishlab berish 6 oy yoki 1 yil siz doimiy yashash huquqiga olib boradi. Lekin o'sha ishga chet eldan turib kelish bu nihoyatda qiyin. Chunki u ish shunaqa ishki, doimiy yashash huquqini beruvchi ish. Lekin uni kimga beradi ish beruvchi? Chet eldan tanimaydigan insoniga emas. Shu yerda turib yuzma-yuz gaplashgan, intervyu qilgan, shu yerda ta'limini olgan, shu yerga moslashgan inson, yonidagi inson bilan gaplashib, shunga ish taklifini beradi xolos. Chet eldagi odamga, hali kelmagan odamga, bilmagan odamga u narsani tayyor berib yuborishi hozirgi paytda nihoyatda qiyin. Oldinlari ham o'zi qiyin bo'lgan, lekin hozirgi kunda bu ancha qiyin. Shuning uchun ham doimiy yashash huquqi bilan kelmoqchi bo'lgan inson faqatgina fransuz tilini o'rgansin va fransuz tili orqaligina immigratsiya qilsin. Qolgan usullar haqida demak unutsa ham bo'ladi hozirgi paytda, chunki ularning hech biri ishlamayapti. Keyingi masala bu kelishni ikkinchi eng ideal usullardan biri bu student viza bilan kelish deb aytib o'tdik. Ya'ni birinchi usul fransuz tili bo'lsa, ikkinchisi student viza hozirgi kunda. Buni ham ochiq aytish kerak, kamaytirilyapti. Ya'ni student viza berish ehtimoli hozir ancha oldingiga qaraganda kamaygan. Chunki ko'p studentlar ko'payib ketgan. Bu esa albatta turli xil muammolarga keltirib chiqargan. Ya'ni ijtimoiy sohalarda talab oshib ketgan, ya'ni tibbiyotga bo'lgan talab, uy-joyga bo'lgan talab oshib ketgani uchun ham studentlar sonini qisqartirish, ya'ni bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan talab ham oshib ketgani uchun studentlar hisobidan qisqartirishlar olib borilyapti. Shuning uchun ham student vizalarni faqat tanlab, saralab, kvotaga qarab beryapti. Ya'ni hammaga emas, albatta yaxshi o'qishga kirgan, til darajasi bo'lgan insonlarda imkoniyat ko'proq, yaxshi hujjat qilgan insonlar va omadi kelgan insonlar student vizani olishyapti va bu usul ham natija berayotgan usullardan biri. Lekin bu narsani hammaga ham va'da berib bo'lmaydi, chunki o'zimga hech qaysi vizani va'da berib bo'lmaydi. Lekin fransuz tilini o'rgangan, talablarni bajargan inson viza olish ehtimoli bu anchagina kafolatlangan. Lekin student viza bilan hamma narsani bajarsangiz ham bermay qolish ehtimoli ham bo'ladi. Qayta topshirish imkoniyatini o'ylab ko'rish mumkin yoki boshqa davlatlarga borish variantini ham keyin ko'rish mumkin. Lekin albatta urinib ko'rish kerak. Har qalay AQSh vizasini olishdan ko'ra Kanada vizasini olish imkoniyati biroz bo'lsa ham real holatda. Viza berish kamaydimi? Ha, albatta. Har qanday turdagi viza berish kamaydi. Sababini aytib o'tdim. Bu siyosat, viza berish bu davlatni kvotasi. Masalan, aytaylik, yiliga 1 millionta viza beraman desa bo'ldi. 1 millionta viza beriladi, boshqa berilmaydi yoki 500 ming bo'lsa 500 mingta. Demak, oxirgi paytlarda kamaytirilayotgan kvotalar, o'sha kvota to'layaptimi? Demak, boshqa qolgan hamma tashqarida qoladi, ya'ni viza ola olmay qoladi. Bu juda ham zo'r vizaga shansi bo'lsa ham, lekin kvota to'ldi. Bu qoida bermaydi. Endi kvota qachon to'ladi, qanaqa qilib to'ladi, buni hech kim bilmaydi, chunki Kanada hukumati misol uchun kerak bo'lsa yilni yakuni yarmiga qadar hamma kvotani saqlab qo'yishi mumkin yoki yilda oxirida ham kvotalar qolib ketishi mumkin. Bu endi ofitserlarning harakatiga bog'liq. Shuning uchun ham ba'zida bilsangiz umuman viza chiqmay qoladi yoki bo'lmasam viza chiqish ko'payib ketib qoladi. Bu albatta siyosatga bog'liq, kvotaga. Ya'ni albatta birinchi o'rinda hujjat sifati bo'lishi shart. Omad ham bo'lishi kerak. Va bunda kvota ham hisobga olib qo'yish kerak. Ya'ni viza siyosati hamma talabga javob bersangiz ham chiqmay qolishi yoki talabga minimal javob bersangiz ham chiqib qolishi aynan siri mana shunda. Xullas, bugun mana shu asosiy mavzular bo'yicha gaplashdik. Ya'ni umuman olganda oshirchasiga suhbat bo'ldi.
oxirgi o'zgarishlar haqida gapirdik va kelgusi videolarimizda ham har oy kamida bir marta shunaqa video qilishga qaror qildik. Qisqa va lo'nda qilamiz oxirgi o'zgarishlar bo'yicha va kuzatib boring. Telegram, Instagram va YouTube aytib o'taman, yana qoldiryapman pastda. Bizga aloqaga chiqing. Agarda to'g'ri kelsangiz, qaysidir viza turiga albatta harakat qilamiz. To'g'ri yo'l ko'rsatishga osmon-osmonlar bermaymiz. Bizni qilayotgan ishlarimiz faqatgina biz qilgan natijalardan kelib chiqadi. Natijalarimizni ko'ring, ularni ham qoldiramiz, saytimizga havolani ham qoldiramiz va agar nasib qilsa albatta Kanadaga kelish niyatingiz jiddiy bo'lsa, biror kun bu narsa amalga oshadi. Barchaga omad. Kanadadan Alangali. Salom.